O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Dam olish kunlari havo harorati 30 daraja iliq bo'ladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi esa 25-27 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 12-17 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 13-18 daraja iliq bo'ladi. O'zgidromet shanba va yakshanba kunlari respublikaning g'arbiy hududlariga nav va nisbatan salqin havo massalari kirib kelishi, havo harorati asta-sekin pasayishini ma'lum qildi. Shuningdek, 23dan 27 mart kunlari kutilayotgan yomg'irli ob-havo sabab respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel xavfi borligi e'lon qilindi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.